Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog'lommisizlar? Salomatmisizlar? Sizlarni bugun bog'imdagi ayrim o'simliklar bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Magnoliyam bor. Bu yoqda yaponskiy beriskletlar. Mana kiparis. Shu kiparislarim hali 1,5 yil bo'ldi ekilganiga. 60-70 cm edi. Nozik niholida. Mana 1 yil ichida shunchalik katta bo'lib ketdi. Quyoshni yaxshi ko'rar ekan. Juda ham bir chiroyli o'syapti mana ikkalasi. Hozir где-то 160, 180 chiqadi. Mana endi bu yog'dan ko'rsataman sizlarga. Boya kiparisi oldida edim. Mana kiparislarimni kattaligi, o'rtada berisklet, bu yoqlagi ham oqi, sari barisini shunaqa bordyur qilib ekkanman. Bu yoqda o'rigimiz bor. O'rigimiz ekilganiga ham mana shu kiparislar bilan bir xil ekiluvdi. 1 yildan oshdi. Keyin bu yoqda chibretslar. Mana chibretslarim bor. Hidi shunaqa zo'r. Buni kesish kerak. Kesib tursa, qancha kessa shunchalik qalinlashadi bu. Mana bu yoqda lavandam bor. Mana lavanda, yonidagi gullar achitiq. Juda ham chiroyli. Bu yoqda qo'qongul pakanasi. Magnoliyani tagiga ekib qo'yganman. Bu yoqda esa magnoliya. Shu magnoliyani Zahriddin Flowers'da konkursda yutib olgandim. Bu yil уже 2-yilimi? Yo'q, 3-yili. Kichkinagina edi, 50-40 cm edi. Mana 3 yilda shunaqa hashamatli bo'lib, chiroyli bo'lib o'sdi. Tinmasdan, to'xtamasdan gullaydi. Hali ham mana g'unchalari rosa ko'p. Har bitta anaqasini uchida yangi chiqazgan baylarni, shoxalarini uchida gullari, g'unchalari bo'ladi. Mana bu yoqda atirgullarim. Bular kichkina, mayda ochiladigan atirgullar juda ham chiroyli. Butun yoz bo'yi gullab turadi. Bu yoqda mana bunaqa можжевельник bor. Buni kesib mana bunaqa peshni qilib o'stirmoqchiman, kesib turaman. Buni orqasida mana bo'yi baland o'sadigan qo'qongullar, mana bu yoqda flokslarim bor. Flokslar juda ham chiroyli gullaydi. Fatinia Red Robin. Buni shtamp qilib o'stirmoqchiman. Mana hozir shapka hosil qilyapman. Mana bu uchida mana shtamp bo'lib o'sadi. Ayvonimizni tagiga rayhon, sada rayhon ekib qo'yganman mana. Shundoq hidlari kelib turadi, suv sepib qo'ysa. Bu yoqda mana можжевельник. Bu ham o'sha kiparislar bilan bir xil ekilgan edi. Shapkalari kichkina edi. Ancha zich bo'lib, chiroyli koptochalar bo'lib qoldi. Buni ham tez kesib turaman. Aytganimdek, qancha kessak shunchalik zichlashadi. Bularga kuzda, bahorda dorilarini, o'g'itlarini berib shunaqa qilib turamiz. Men bu yoqda Fatinia, bu yoqda Beeline. Mana shu Beeline'ni ham ikkitagina shoxcha edi. Kesib shar shakliga keltirdim. Uni orqasida barbaris. Barbaris ham juda ham chiroyli. Qizg'ish barglari bilan ajralib turadi o'simliklar orasida. Mana bu yoqda shamshod, kichkinagina shamshod ekkanman. Keyin mana bunga to'xtaladigan bo'lsak, kalina dushistaya. Juda ham chiroyli, baylari yaltirab turadi. Bu ham kichkinagina edi. Buni ham konus shaklida shakllantirmoqchiman. Mana uchlari ozgina qolgan, yonlarini kesib dumaloq qilib turaman. Mana bu yog'idan ham ko'rsataman. Endi bu yoqda golubaya yel. Buni ekkanimizga 3 yil bo'ldi. 40 cm edi, hozir 1 metrdan oshiq. Buni ham aytganimdek kesib turaman. Zich bo'lib, oralari ochilmasdan qalin bo'lib o'sishi uchun. Xilla qo'rqishadi, qurib qolsa-chi deb hech ham ko'rmaydi. Ozuqalarini, dorilarini vaqtida berib tursanglar, lekin juda ham quyoshli joyni yoqtirmaydi. Ustiga ham bunaqa pen qilib qo'yganmiz. Gilosim bor. Bu gilos ham o'riklar bilan bir xil vaqtda ekilgan. Bunga ham 1 yildan oshdi. Bunga ham forma berib o'stiryapman. Oralarini ochib, zich bo'lib qolmasin deb, o'shanda yaxshi hosil berar ekan. Endi kuchayga o'tamiz. Mana bu yoqda hostalar orasida Gartenziya krupnolistaya. Xloroz bilan kasallanib qopti. Bunga temir berib olishim kerak. Mana shundoq ekib qo'yganman hostalarim, qaranglar. Qanaqa chiroyli. Ikkitagina edi. Mana qancha ko'paytirdim. Tagidan rosa chiqaveradi shoxalab. Hozir mashina o'zida ham bir 3 tacha bor. Yana boshqa xillar ham olish niyatim bor. 3 ta gartenziyani, ularni ham Zahriddin Flowers'dan olganman. Qalarni medvedida juda ham shu anaqasi guli katta bo'lganiga ko'tara olmay yotib qolganda buni mana bunday temirga boylab qo'yganman. Mana kattaligini qaranglar. Bu yoqda ovsyanitsa bor. Mana bu achitiq. Buni ham juda ham yaxshi ko'raman. Beyozor. Shundoq sindirib olasizlar, yerga tiqib qo'ysanglar, o'sib ketaveradi. Rosa chiroyli. Bu yoqda sasnamiz bor. Ikkinchi gartenziyam.
Hozir bu chiroyli gullayapti. Gullash avjida. Buni ham shapkasini qaranglar, qanaqa katta. Mana qo'lim bilan solishtirganda, kaftim bilan qaranglar, qanaqa katta. Mana bu yoqda ham bunchalar turibdi, ular ham gullaydi. Buni ham Zahriddin Flowers'dan olganman. Mikroplodniy fikus ekan bu daraxti. Bu ham yaxshi o'syapti, ko'z tegmasin. Keyinroq boshqa joyga ko'chiraman, hali bu yil yozni boshida ekildi bu. Bu yoqda shamshod, bu burchakda mata ekkanman. Kompotlarga, choylarga uchidan olib solib ishlatishga ekkanman. Mana gartenziyani tagiga hosta ekib qo'yganman. Hostalar quyoshli joyni yoqtirishmaydi. Baylari kuyib qoladi. O'shaning uchun yarim soya joylarga eksanglar yaxshi o'sadi. Gul biyorlar, gullar yotishibdi mana. Shamshodimning orasiga tuviylarga mana bunaqa kompozitsiya qilib qo'yganman. Mana gul biyor ekkanman. Zebra gul. Achitikdan har bittasining orasiga mana. Deyarli bog'imdagi hamma o'simliklarni, daraxtlarni, gullarni ko'rsatishga harakat qildim. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, baho beringlar. Barchaga rahmat. Bu konkursda ham g'olib bo'laman degan umiddaman. Niyat qilganim indiyskiy seriyaning bo'lyapti. Menda hozirchalik bog'imda indiyskiy seriyaning yo'q. Sog' bo'linglar. Sen oz, eng go'zal pardada yayrayapti soz.